Assalomu alaykum. Keyingi darsligimizga xush kelibsiz. Bu darsligimiz databazani 5-qismi hisoblanadi. Ya'ni databaza filters funksiyasini ko'rib chiqamiz. Filters o'zi tushunib o'tirganingizdek, oddiy filtr hisoblanadi. Bu databazada mavjud bo'lgan ma'lumotlarni ma'lum bir ko'rsatkichlar orqali ularni filtr qilib o'zimizga moslashtirish hisoblanadi. Demak, filtr funksiyasi qanaqa qilib foydalanadi? Databaza umumiy qismida mana bu yerda 3 ta nuqta, ya'ni varangaga o'xshagan nuqtani ikonkan bosib filtr funksiyasiga o'tish orqali foydalanish mumkin yoki mana bu yerdan 3 ta nuqtani bosib filtrni bosish orqali filtr funksiyasidan foydalanishingiz mumkin. Demak, filtr funksiyasidan nimalardan foydalansak bo'ladi va qanday foydalanishimizga to'xtalib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, barcha propertilar orqali biz qanaqadir filtr amalga oshirishimiz mumkin. Endi bu qarang, umumiy databazamizga qanaqa propertilar qo'shilgan bo'lsa, o'shalarni har biri orqali alohida qanaqadir bizga filtrlash imkoniyatini noshum taklif qilyapti. Endi biz har doimgidek duplikat qilib olamiz. Biz asosiy bu viewimizni yo'qotib bo'lmasligi uchun va buni qanaqadir copy deb qo'yamiz. Ma'lum bir funksiyani bajarib bo'lganimizdan uchun biz o'sha funksiya orqali buni nomlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir copydan biz foydalanish tezligiga chiqish uchun ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yamiz va filtr funksiyasidan birma-bir foydalanishni boshlaymiz. Mana umumiy databazamizda bizda 8 ta funksiya, 8 ta task bor. Bu sizda 30 ta, 40 ta, 100 ta bo'lishi mumkin. Mana shularni ma'lum bir kriteriya orqali filtr qilamiz. Demak, filtr bosamiz va bizga ko'rishingiz mumkin name, uni qanaqadir number, bo'lim, date, datasi bo'yicha, muhimlik darajasi, person yoki status bo'yicha qanaqadir filtr amalga oshirsak bo'ladi. Demak, biz mana bu yerda masalan, misol uchun data bilan bajarib ko'ramiz va ko'rish mumkin. Datasi bizdan so'rayapti. Start data bo'yicha filtr qilasanmi yoki end datasi bo'yicha, datasi bo'yicha. Biz masalan end date qilamiz. End date relative to is relative to date. Today ma'lum bir kunga tegishli degan ma'noni anglatadi va bu yerda ko'rish mumkin. Har xil variantdan tanlash mumkin. Ya'ni qanaqadir tugash sanasi yozilmagan yoki umuman sana kiritilmagan. Tugash sanasi bo'sh bo'lmagan, ya'ni bizga deadline belgilangan tasklarni ko'rsatish mumkin yoki tugash sanasi umuman kiritilmagan. Mana qaysidir kunga tegishli between bo'lsa, tugash sanasi qaysidir kundan qaysidir kungacha tegishli bo'lgan bizlarga ko'rish mumkin. Buni o'zi ko'rish mumkin. Har xil kriteriyalar orqali biz filtr qilishimiz, uni belgilashimiz mumkin. Biz nima qilamiz? End date is relative to this week qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Barcha tasklarimizni bizga bu shunaqa filtr qilib beryaptiki, mana shu hafta tugatilishi kerak bo'lgan ishlarni ko'rsatyapti. Mana bugun masalan sana 26-yanvar. 26-yanvarni o'zimiz to'xtalgan joydan filtrni bosib chiqaramiz va ko'rishingiz mumkin. 26-dan 1-fevralgacha, ya'ni shu hafta tugatilishi kerak bo'lgan tasklarni bizga ko'rsatyapti. Buni masalan o'zgartirishimiz mumkin. Siz bilan test qilish uchun masalan between qilamiz. Tasklar qaysiki 1-yanvardan bugungacha bo'lgan tasklarni ko'rishimiz mana bu. 1-yanvardan bugungacha bo'lgan barcha tasklarni bizga ochib berdi. Endi biz buni yana boyagi holatga qaytarib qo'yamiz yoki start date bilan qilamiz. Start date relative to this week qo'yamiz. Mana yoki this month qilib ko'proq ma'lumotlardan foydalanamiz. Bu yerda bizda qarang, bizda hozir eng bizga kamchilik narsa bu nima? Databazada ma'lumotimiz kamligi. Biz buni yaqinda foydalanishni boshladik, faqat darsimizlar uchun, test uchun foydalanishni boshladik. Qancha databazada ko'p ma'lumot bo'lsa, qancha ko'proq foydalansangiz, qancha yaxshi foydalansangiz, filtrlardan yanada yaxshi foydalanishingiz mumkin. Endi qarang. Bir marta data bo'yicha filtr qo'shdik, endi add filtr bossak, bizda data yo'q. Endi boshqa property orqali qanaqadir filtr qo'shishimiz mumkin. Masalan, shu yerda qo'shib qo'yamiz. Bo'lim bo'yicha. Bo'lim turibdi contain. Bo'lim o'z ichiga oladi yoki bo'lim mana contains funksiyasini belgilashimiz mumkin yoki bo'lim o'z ichiga olmaydi qilib belgilashimiz mumkin. Ya'ni bo'limlarimizni bilsa 4 ta bo'lim bor. Marketing, moliya, media va sotuv. Mana shu bo'limlardan qaysi biri o'z ichiga olsin, qaysilarini o'z ichiga olmasligi bo'yicha belgilash yoki bo'limlari bo'sh bo'lgan yoki bo'limlari bo'sh bo'lmagan. Masalan, biz qarang, does contain qilamiz. Mana tasklar qaysiki shu haftaga tegishli va moliya va sotuvga tegishli bo'lmagan tasklarni bizga ko'rsatadi. Mana ko'rishingiz mumkin, bo'limlar faqat marketing bo'lib qoldi. Demak, mana shu haftada bizda qanaqadir media bo'limida ish yo'q ekan, shuning uchun mediadagi biror bir task ko'rsatmadi, lekin mana bu yerda ko'rish mumkin. Buni mediaga o'tkazib qo'ysak, bu taskni ham ko'rsatadi, lekin buni biz bu yerda masalan sotuvga o'tkazsak, bu yerdan bu viewimizdan u ma'lumot o'chib ketadi. Buni demak orqaga qaytarib qo'yamiz. Endi
filtrda ko'rishingiz mumkin. Biza har bir property bo'yicha filtr qo'shganimizda bu uchib ketyapti. Shuning uchun Notion bizga shunaqa imkoniyat ham beradiki, bizga advanced, ya'ni yanada murakkabroq filtr, yanada ko'proq spesifik, ya'ni yanada aniqroq, yanada ko'proq ma'lumotlarga ega filtr yaratish imkoniyatini beradi. Mana buni ham biz o'chirib olishimiz kerak. Eslab qoling. Mana shu hafta tugatilishi kerak bo'lgan va uni o'zgartirib qo'yamiz. Qarang, contain qilamizda aynan marketing va media qilib qo'yamiz. Yanada osonroq bo'lishi mumkin. Xo'p. Mana shu hafta marketing va mediaga tegishli bo'lgan tasklarni bajarish bo'yicha mana filtrimiz bizga ochildi. Endi biza advanced filtrdan foydalanib ko'ramiz. Bu qanaqa ochiladi? Masalan, ochgan biror filtringizni o'shani add to advanced filter qilishimiz mumkin yoki mana shu o'zini bosib filtr funksiyasi bor. Mana bu plus chiqadi, mana plus bosib add advanced filter qilib boshidan boshlashimiz mumkin. Endi qarang, biza mana shu ikkita filtr qildikki, mana shu advanced filter orqali ularni bir joyga jamlashimiz mumkin. Endi where deyapti, bu nimada qaysi property dan foydalanamiz? Birinchi o'rinda qaysi property dan foydalanamiz? Buni belgilaymiz. Mana qaysi property? Bizga birinchi datasi bo'yicha. Datasi mana ko'rish bo'lgan qanaqa ekandik? And date is relative to this week yoki manaki this month qilamiz. Mana shu tugatilishi kerak bo'lgan tasklar yoki mana buni ko'proq ma'lumot chiqarib start date qilib qo'yamiz. Endi mana shu joyda add filter rule qilamiz. Bizda ikkita variant beradi. Boshqa bir filter guruh ochamizmi yoki mana shunga qanaqadir filter qoidasini qo'shamizmi deb qo'yamiz. Biz ikkalasini ham ko'rib chiqamiz. Birinchi add filter rule deb qo'yamiz. Endi add filter rule da biz bo'lim tanlaymiz, bo'lim contains qilamiz va select qilib marketing va media qilib qo'yamiz. Hech narsa o'zgarmadi, ko'rishingiz mumkin. Lekin mana bu yerda sababi biz tepada ham xuddi shunaqa mana bu yerda ikkita filtr qo'shib, xuddi shu funksiyani bajarishni biz undan so'ragandik. Lekin masalan bu yerda sotuv qilib qo'ysam, yo'q, unaqa emas. Mana qarang, media va sotuv qilib qo'ydim. Bizda barcha tasklar o'chib ketdi. Shuning uchun marketing va media qilib qo'yib, bizda tasklar chiqadigan qilib qo'yamiz va bir narsani ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizga eski oddiy filtrlarimizni o'chirib tashlaymiz birinchi o'rinda. Oddiy filtrlarni mana ichib kirib, mana 3 ta nuqtadan bosh orqali o'chirib yuboriladi. Mana bizga advanced filtrlarda ko'rish mumkin. Ikkita biz yaratgan filtrimiz bir joyga jamlandi. Ya'ni mana shu oy boshlangan va marketing va media bo'limiga tegishli bizga tasklarni ro'yxatini ko'rsatib berdi. Endi xo'p, mana bu narsani ko'rish bizga kerak bo'lardi. And yoki or, ya'ni bu nima degani? Va bu va degani bu yoki. Qarang, mana bu yerda ikkita filtr o'rnatilgan, 1, 2. Agar biz and qo'ysak, mana shu filtr birlashadi. Ya'ni bu boshlanish sanasi shu oyga tegishli bo'lishligi va undan tashqari mana shu ikkinchi bo'lim marketing va media bo'limiga tegishli bo'lgan biz filtr yaratdik. Agar buni biz or qilib qo'ysak, bu nima bo'ladi? Yoki degan narsa, yoki degan funksiya ishlaydi. Ya'ni qarang. Bu yerdagi tasklar mana bu tepadagi alohida filtrga tegishli yoki bunga, yo unisi yo bunisi degan bizga bu yerga logika ishlashni boshlaydi. Endi nima qilishimiz mumkin? Biz buni vaqt qo'yamiz va yana bir filtr qo'shamiz. Add filter group qilamiz. Add filter group qilamizda bu yerda nima qilamiz? Xo'p, status bo'yicha qilamiz. Statusini statusi is not empty deb qo'yamiz. Ya'ni statusga ega task va undan tashqari masalan add rule qilib end qilib qo'yamiz va person belgilaymiz. Qarang, person contains kimga tegishli? Jafarga tegishli task. Mana endi ko'rishingiz mumkin. Mana shu oy tugallanish boshlangan va Jafarga tegishli mana marketing va media bo'limidagi bizga barcha tasklarni ko'rsatib beryapti. Siz bundan tushunib olishingiz mumkin. Agar sizga databazada ma'lumotlar ko'p bo'lsa, bu filtrdan juda ham yaxshi foydalanib, o'ziga juda ham qulay bo'lgan ma'lumotlarni yaratishingiz mumkin. Endi men oxiriga nima qilib qo'yaman? Bu funksiyani faqatgina sizga test uchun ko'rsatgandim. Remove qilib tashlaymiz. Mana buni esa relative to this month, this week qilib qo'yamiz va bu view'imizning nomini o'zgartirib qo'yamiz. Nomini shu hafta deb qo'yamiz. Yo'q, inglizcha yozaveraylik. Yo'q. Shu hafta, mana shu haftaga tegishli bo'lgan bizga tasklarni ko'rsatyapti. Mana bu yerda filtr ikonkasini bosib
filtr funksiyani skip etib qo'yamiz, yopib qo'yamiz. Endi ko'rish mumkin, mana bu yerda barcha tasklar, ishlar bo'yicha oddiy bizga ma'lumotlar kiritilgan ma'lumotlarni ko'rsatadi, lekin bu yerda filtr orqali filtrlangan, ya'ni biz o'zimiz maxsus filtr kiritganimiz orqali bizga ma'lumotlarni ko'rsatyapti. Databaza filtr bo'yicha darsligimiz mana shulardan iboratda.